Şinjan Şahla Xalqaro savdo cheklanish şirkati tajdorligidagi To'xtama to'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik bir havatqini naning atirki desam, asli Shahlo chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alaydı qo'ladi. Qutyar Xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada birli qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro savdo cheklanish shirkati Ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim, ro'yob hamroh har doim. Parvish Shahlo chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo chash doktori chash attir javhari. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama to'xti filmi har shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama to'xti. To'xtama to'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Meni idoradan bir ish kaptidek bu komandirib uchirdigan o'xshaydi. U men tunji qizardim bo'ldi. Ben sana alemçe söydüğünü versem sen yana. Şunun bilan bu ish kapti jarayoni mushunchalar ishni o'zgarib ketdi ama. Hamma terg'ama. Ya ben ne kıldım o? Uzağına sanız kıkan şu. Ash kichik olman tan haqni chiq olib ish tergan ekan. O'zingni ko'ring. Ha, bo'ldi. Endi shu bo'ldigan ishlar bo'pti. Sodiqning toz ko'ngli yerim bo'lganda vaqtida biz obdaroq tasalli berib qo'yilgan menimcha. Çıkıp gap sözge sal dikkat kıldıydım kelgan vaqtida. Isnod bo'lsin. Tasalli berishning jarayonida ma arzu degan qizning ismini chiqib sanmadim. Ya'ni esiga pasqonga yerim bo'ldi. Tasalli berganda agitib gapni. Bildim ama. Şuna agitib tangla. Kela. Ahir geldin ay. Shunday uzun. Saçıldı ya geç kaldı. Ko'ng kelganda meni. Geldi. Biraz buyurdum ama kusum yeme açtı benimki. Sen saqlab shu. O ne oldu ya? Kaç oldu mu? Azizli yapsa ulab ko'ngli yerim qilma. Muşuma agitip diginem. Pek tüzüp gittim ha? Bak tuzub ketdi bu Sodiq degan do'stimiz tursa. Voy, bu ikkisi bir-birisining ko'ngilligini olaylar ekan. He? Nima olaylar ekan buni? Muşundan tüzdemse, ahval so'raydim, ona da gidememse. Bak. Tamoq yedingmi? Ya, Amsa azizli yapsa ulab ko'ngli yerim qilma. ben oylab kaldım bu. Hazır geldi. Sen bilen biz kandan bir aloqam bo'lib o'tayotganimiz. Ya bu sen ne demoqchisizlar? Ya Sodiq, voy ish kaptining yoqi men bo'lgan ishlarni bir qo'l anladim. Shu endi hammamiz ketadiganmiz. Ko'nglimni yerim qilmay Oy bo'ldi qilayman, ish qila ish bo'lmadi. Qo'soq ochdi, binasi chaqirilib. Kim iman qildi buga? Sodiq, bundoq etishmoq gap kirib olsang biz shu texmi ansirab qolganmiz sendan. Rahmat sizlarniki ko'ngil bo'lganlarga. Mana shu qanday shumdi? Shu hayotlik shunda ojiz bo'ldi-ku. Ba'zida
biz tayyorliqsizdan yaqinlarimizdan ayrilib qoldik ekanmiz. Nima bo'lganini o'zimiz bilmay qoldik ekanmiz. Hamda orzulashib kelsak, men uning hayotligining eng oxirgi mazgillarida uning shu orzularini amalga oshirganimga men xush. O'zimga o'zgarmaydigan hech qanday ish qilmadim. Hamda ketganlardan keyindan ko'nglimizda yarim quyucha atrofimizdagilarni bakrak qadrlashimiz lozim ekan bizni. Shunami? Shunaqa kim iymon qilgan bo'ldi? Nima qilsin? Men nima iymon qilaman? Yo'q, qo'ysan nima bo'pti? Ajab, hozirgi kelgich bu sening bir haqiqatda iymon qilgan ko'rib baxna. Sen qilsan nima bo'pti? Qilanda tursa? Yo'q, mush menda bir faxrlanadigan ishmi? Hey, boz. Ben bir bakılayım. Hey. Yok, şu olmuyor. Voy, otirat. Ma'qul. Nima deb men iymon qilganman? Nega sen boshlab kelding-ku? Shu men boshlab kelgandek, sizlar iymon qilmasizlar. Hamisha sen terding-ku. Bu ishlar bilan mening aloqam yo'q. U o'zingning songiz qilg'ashlar, u samimiy maqsad to'g'rilasizlar. Sen yem kelding. Voy, men yenkaga vaqt sizlarni chiqib bir joz iymon qildim-ku. Sen danliq riyosatchi bo'lgan-kan. Men danliq riyosatchi bo'lgandikim. Men danliq bo'lgandikim, men iymon qilsam ishtim bo'lmaydi, bir haqiqatim. Nima eslar valla? Danliq. Men iymon qilay. Men to'xpachqi. To'xpachqi. Ben Amurk Bokey. Hamburg patsi. Ben kalguşay. Kalguş. Biraz içsizler ha? Kaldı. Kola ekle ya, kola. Diyem, ben mi manglı değişmezsin ha? Ne ekle ya? İçsin. Man yeni sen baklayarken saçma? Shuhrat birazligiga qara. Bir umr boqqiz olaymiz bu ishni. Kosak dedim ha? Toydu. Rahmet çok şükür. Yana azrak ekleyeyim. Boz. Hem beysken benim ayı. Avar kuvvet Ay, kırar. Şey. ko'nchilik ishlar degan bir haqiqatda men qilgan ishim bo'lmaydi. Misal kaç oldu? Bir yil bo'ldi. Oğlum, bizde şirkette işkili jig'im var yani ben mangaş durayım olsa Miyadim komandirga qaytib kelgan jig'lachan ekan. ciddi jig'im var işte. Shijaq. Obrash, mana ne bo'pti sen? Mana? Yo'q aytamni. Ashna qildi. Şunu. Ha. Rahmat ya jig'im. Ay. Bu qitim shaklashlikdan bo'lgan hamkorligimiz intayin muhim. Bu ishni cho'qim birisi boshlab chiqish kerak. Mas'uliyati ig'ir. Unda bo'lgandan keyin buni mas'uliyatga ne gap? Taki 5 yildan tortib, taki tutqichi bo'lgan orliqdan hammasiga cho'qim mas'uliyat berish kerak. Men uning kelganda men balkim o to'g'riliq men mukofot berishim mumkin. Unda bo'lgandan keyin shunga agar yaxshi ishlasanglar ayrim mukofotlar. Qilolmasanglar, onun yo'li boshqa. Shunga mana bu shirkatda aqlanchi, pikachi, endi bilimi kerak emas. Cho'qim bu ishni hal qilish kerak. Unda olgandan keyin bu ishni men biringlar topshirma. Bilasizlar yoki bo'lmasa bu ishni qo'l ko'tarib hal qilsanglar bo'ladi. Qanday qaysilar aktiv o'zgarish xohlaysizlar? Biraz yoklama açtık ha? Ha? Boy? İyisin de. İyisin. Neresi? Çalışırken bize kılalatın. Ya, bol tüydü. Yap, bana da. Mava, aşağılar şirketin ha. Materyalları ya, alakası bize. Hemmimiz bu işten işçiler. San kefte onda olsa. Valla, çabuk. Bol san kefte. Bol tüydü. Ama Allah demasanlar buldu ha. Bol tüydü. Anda son kaldı onda olsa. Nereden kırdım açığı? İşte böyle. Yaxshimisiz? Men niliqqa vaqtim shaxlar shirkatlari bilan hamkorlik o'rnatgan shirkatni ketdim.
Şu hazır bana materiallarni bergan, shu men mush ishga mas'ul bo'lgandim. Hozir qishingizga borsam vaqtingiz yetami va bo'ldi. Ma'qul, hozir boraymiz, ha? Ma'qul. Bizga uy qaytamiz. Sangnim ba. Bizning uyda yuramsan sen. Imkara. Ben şöhretlerin Xbox oynayayım hemen. Şuna mı? Elaka mashina oynaynalı. Futbol oynayayım ey. Barcelona mı ne diyene? Ha ma'qul. Rasm siqim qo'ymay odamni. Sadqa aka yaxshimi? Kasaya og'risi yaxshimi? Ya nimde maaş kisi kelganda aka, man kelgan vaqt kasaya og'risi? Chunki siz kasaya og'risi do'stisiz aka. Ma sana bir gap qila. Ya qat'iy aksiyonga o'xshamaydi ya bular. Bir qo'saqdan tushgandek emasa? Ha. Deymisin bizga ham bir qo'saqdan. Bo'ldi. Sen nima ish qilsan bu yerda? Uyga qaytdim. Ha? Qaysi uyga? Sizlarning o'dlinglarga ko'chib keldim. Tumares. Sen bu qata uydan o'ynag'il chiqib, bak o'ynatib qalan ketib qoldingmi qandaq? Voy aka, o'tganda mayliq bog'chaga borgansan dedim-ku, uy izlayapman deb. Hozir sizlarning o'dlinglarga ko'chib keldim. Kun sizlarni ko'rib tura olayman. Eng muhimi, kasaya og'risini texim bozaq qila olayman. Ey, men sizga necha qitim dedim, men degan bag'o, dangliq riyosatchiman, kasaya og'risi emas. Sizchi kasaya og'risi, kasaya og'risi, kasaya og'risi, kasaya og'risi. Ben... Ne oldu? Bo'ldi? Bo'ldi? İşte ben. Tumaris ikimiz birey belgilayli. Biraz kapısı so'rab qolsa, ko'ndimdan ola. Eng muhimi, atrofga adam. Kep sizlardan so'rab qolsa, ularni qancha uzoqda qarama. Ularni qancha uzoqda solsanglar, shuncha uzoqda tutib turinglar inshaalloh. Tushunishmi? Kim ketdi? Tanxunmi? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Ma qizim ko'rganman. Adingizmi? Qarasam, so'zlik turibdi. Sizlar buni so'rim sog'lom bo'ldi. Ko'rganman. Biz qarab baqla. Xudo qarab baqla. Voy, to'xti. Yaxshimisiz ba? Yaxshi. O'tiring. Siz bu yerda ish qilyapsiz? Ha, bir shirkatning bir xizmat ishi bor, shu birsini saqlab turyaptim. Ha, davomli qilishdan ko'chalar turishib qolmasa ishimiz. Shu buningdan bir hikmat bor o'xshaydi. Lekin men shu xizmatlash bilan kelgandim, bir sizlarni ko'rishman deb kap bo'ldim deb telefon qilgan. Hech bir yo'q-ku qarsam. Ha? Menga Shahlo shirkatida ishlayman deb ha? Ha, nima telefon qilsizmi? Men telefon qilgan. Voy, tamam. Ajab bir Mat to'g'ri gap qilgan deyman. shundayman. Unda qilsa oldin xizmatlanishni deyishdi, anandan keyin boshqa sizlarni deyishamda, ma'qul. Men bu materialni qo'ysam, men sizlarga avatgan hujjatda 5 chiq narsa turlarimiz qolgan, men oldin sizga bir to'liqroq tushuntirib o'tay. Oğlum, yüreknin, meninin kuvveti nerede? Mana mau yerda. Kanada Jameson yürüyüşlük mahsulotları yürek menge sağlamlığı üçündür. Jameson yurak mingi yaşartış mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Hey, sizlar qarab qil, yarim soat oldi ko'rganman. Yarim soatda ketma. Shu udanda qarab baqla. Ben ko'rib ekanman. Men ko'rgan. Ma kiyimni mali qimmat kiyim sotadigan do'konda ko'rganman. Ha, men ko'rgan. Va ishmonachis ko'rgan. Ayolim apamoqchi men kiyimni. Shu. Hey. Ma qizimni otma. Ko'rdinglarmi, ko'mdinglarmi? Ha, qizg'onim ha. Qizg'oni. Ko'rmabdi.
aşk taraflar qarab baqsınız qana ekan. Tang. Ko'rab ko'rayotganmiz. Ağladın so'rab yo'q kelamiz ağladın. Ay Allah'ın so'rab. İsim geldi. Oy. Ben ko'rayotgan maras. Yo'q, emasga. Xato qildim. Mushunda muhim ishlarni mana bizda cho'ng arboblar bartaraf qilmasa, haq qilamaydi shuni. Nima bor? Ha? Ovozing mana binormal. Ha? Ha? Binormal-ga? Bunday ishlarni men har ketyapman. Mush oq ketyapman. Men gap qilsam, meni ovozim mana shular o'zgarib ketadi. Ha? O'zgarib ketadi. Oqshima bo'ldi. Asab bu mushak chiqsa bir yana üst buraydi qo'y. Nima ish qiladi? Mana bilmayman. Menda u kirib tushdi. Men gap qilsam ovozim o'zgarib ketadi. Kim qildi bu ishni? Ey, sen qilsan. Yo'q gapni. Buni kim ma'qul? Mayada sen gap qil. Ha? Sen ham gap qil. Seni normal sen üstmaysa, seni ovozing buzilmaydi. Sen gap qil. Men gap qilmayman. Kirmen ishkinchi bir yerga. Ey. Ya to'xtamay 9 qism bo'ldi. Chiqmagan. Asab ustida ma binormal. Yana. Men bir xil pensiya nardi. Qarаңыз, şirketimizning bu qadimliq vazifasiga tuyuqsizdan meni mas'ul qilib qo'ydi da. O'zingiz bilsiz, men to'g'ri gapni yaxshi qila olmayman. Voy, nada to'xtay shunda yaxshi tushuntirib berdingiz-ku. Rost gapni qilsam ba'g'u qarang to'xtay. Sizning shirkatimizning shakl bek loyiq topmagan to'xtang ha. Chunki men loyihalarga qarasak bekli oddiy-ka, biroq sizning tushuntirgan narsangizni qilsam shunda yaxshi-ka. Chiqib men bek yaxshi ko'rdim, idoraga berib. Nima bo'ldi? Qarang ana. O'g'il do'stingizmi? Voy, tuna, aş o'g'il do'stim bordi. Uzundan bu yon keynim kirgan bir baladan ha. Unda bo'lsa, gapni baldiroq ochiq qilaversangiz bo'lgan-ku. Nima deyapsiz? Hamma gapni deb boqdim, chiroyli gap qilib boqdim, yomon gap qilib boqdim, hammani tushunib boqdim. Musoq turvag'in. Kiyotdi. Ay, to'xtay, menga yordam qilingchi-mi? Men qanday yordam qilaman? Yordam qiling. Yaxshimi o'zi ba? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Shirkat bo'lsam shirkat kelasizni mishada deb udullam ish kelishim. Ha, yaxshi. Tomoq o'rlashtirib qo'ygandim, bilib kelamiz. Asıl Matih o'g'il do'stim bilan tomoq yeb, endi kinoga yig'ilmoqchi. O'g'il do'stim? O'g'il do'stim? Biz hozir kinoga bormoqchi-ku. Kinoga? Ha? Siz ikki bilet olib qo'ydim dedingiz-ku. Ikimiz kinoga yig'ilmoqchi. Ha, kinoga yig'ilmoqchi to'g'risi. Kechikib qolmaydi, tezroq. Mangayla. Ziba. Ay, to'xtay, qarab yiqma, oqimizda bormi yo ketdi? Ketibdi. Of, ketibman. Abek sat bo'ldi, juma bugun seni bir muncha xijil qilib. Yo'q. Qopma. Men shu gapni qamlashtirib olmay. Yo'q, ay. Lekin shu qara, men qarsam xil yaxshi balada qildi-ku. U shu biroq ko'nglim totmagan odamlar aralashib kelmayotgan. Endi bunda qechib yursangizmi, bu amal emas-da bu. Lekin bir qitim qolsam, bir qitim bosh og'riqim tugaydi. Shu. Bugun do'stimga yordam qildim degan bo'ling, ha? Biz do'st-ku? Biz yaqin do'st. Buldu amsi vaqtim bir yay bor deyman, uyga qaytay. Xizmatning ishlari bo'lsa, qachon telefon qilsangiz bo'ldi-chimi? Ma'qul. Ma'qul amsa. Xo'sh. Ketkizatdik. Senden bu o'tirib sanlan qana? Sen saqlab, sonimni uyga chiqaratdim. Ya bu sanlan nima ish qildi bu? Yama eski chiraya baqlar. Bu yuqur biz o'simlik qazabdi bu, pirasan chishi tiyib qo'yayapmi? Yo'q, yaqinmada adashmalar boshqa bo'ldi. Boshqa ish yo'q. Ey, agar rost bir ish aralashib qolgan bo'lsa, qara, cho'qim qonun yo'li orqali bir taraf qilinglar. Mush eng to'g'ri chiqish yo'li. Yo'q, gap. Nima gapni qilgansan? Unda ish yo'q dedim-ku, bo'ldi. Menga kirib taylan. Aralashmalar boshqa.
To'xta. Voy, keldingmi? Nima uyga kirmay bu yerda birangishib ketdinglar? Shu Asad abaytni ayadi. Bo'ldi. Hech yo'q adash. Bizmi shu amdi kirtaylab turgan. Sen yig'inib tugdimi? Ha, yig'inim tugdi. Ha, bunday ish bo'ldi qaranglar. Yig'inda o'tirsak, direktor toz qaynab so'zlayapti. Meni bir nasvostimi, bir chivin kiribdi qaranglar. U yoq qufchidi, bu yoq qufchidi. Shuninglar chivinni qoraymi deb. Siz qaytib keldingizmi? Şinjan Şəhla Xalqaro Sosial şirkətinin teri asraş yuyuş məhsulları 200 xildən aşıdı. Şirkətin uzluksuz tərəqqiyatına əgişib, Abdunum rayonumuzdan 50 nəfər həmkarlaşış çağırdı. Bahalashda o'tganlar shirkatniki To'xtama To'xti film guruhisini qo'llashdagi hamkorlashuvchisi bo'ldi. Shahla shirkati hamkorlashuvchilarni alohida e'tibor va hamkorlik siyosati bilan ta'minlab, bu 50 nafar hamkorlashuvchiniki tuvan tanarx bilan igilik tiklashga yordam qildi. Hamkorlashuvchi igilik tiklangandan keyin shirkatniki mahsulot huquqiga erishiladi. Shundaqla har taraf o'rtaq manfaatlanadi. Fursat g'animat sonchaklik. Agar siz To'xtama To'xti filmni yaxshi ko'rsangiz, shundaqla bu fursatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi aloqalash nomeri bilan aloqalashing. 0991 58 88 242. Diqqat! Hozir biz qutyar talashish musobaqasi o'tkazmoqchi. Albatta bu musobaqamizningki ilib berilish shakli bo'lsa, ya'ni til ko'ndirish mashqi. Kim mushu til ko'ndirish mashqini tez suratda ravon deyaladi, mushuni sinaymiz a. Hamda bizniki bu musobaqaniki riyosatchi men, chunki men donliq riyosatchi. Men reper bo'lsam mushu. Nayt adil bo'ldi a. Hamsa bizniki mushu mayirlarni bir taklif qila oldik. Bizniki birinchi mayir To'xti. Qarshilamiz. Bizniki yana bir mayir bo'lsa rejissor qarshilamiz. Mana musobaqada do'stlik birinchi, musobaqa ikkinchi, ha? Qarorda tamash bo'ldi. Endi musobaqaniki qaysini men sizlarga tushuntirib qo'yay. Men bir til ko'ndirish mashqini deyman. Sizlar shuni ravon tez suratda 3 qitim deysizlar. Kim deyalsa, shu yengam bo'ldi-da, mustaqam bo'ldi. Deyanmagini bo'lsa, mana xutkarning soda suyini bir qitimda to'xtatmay ichib yutadi. Yana qolma? Tushunish qoldimi? Boshlaylik. Amsa boshlayotdik musobaqani. Sizlarning hozir deydiganlar malay, ayol, malay. Mushuni tez suratda 3 qitim deysizlar. Amsa birinchi nomorni boshlaylik. Nima boshlandi? Malay, ayol, malay. Malay, ayol, malay. Malay, ayol, malay. Bo'ldi. Endi rejissor keldi. Malay, alay. Malay, alay. Malay, alaymayy. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayal. Malay, ayolmayay. Malay, ayolmayay. Nayt, ini qoldiq hozir kimninki til ravon, kimning qilasiga, ini qoldiq. Malay, ayolmayay. Qani, yardım. Bir qitimni ichibdi-da. Alloh to'xtash qolmaydi. Ayolmayay. Malay. Aslında sizce ben kötülükten çelikasak olur mu? Eyvah. Teşekkür. Bana hamse musabıqımız naiti qalbilik tamamlandı. To'xti. Hey. Yana bir bulut chiqib kesrab qo'ydimda. Shu qutyardan mushu yana bir qutisini chiqaverdi emasmi? Ha, bo'pti undasi. Yana bir qitim keldi. Bizniki yana bir qutini. Hamsa biz ikkinchi qitim yana bir keldi, ha? Bu yana bir quti chiqib qoldi birinchi qitimlikda. Hamsa ikkinchi qitim deydiganlar, kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Tushunolmi? Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Shuni tez suratdaymiz. Ha, başlayın. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Gerçi mendek ravon diyemagan bo'lsam, aldi bilan natijasini e'lon qilmay turib biz rejissorning deganini bir anglab baqlar, ikkisining kim eng nachar deydi. Kalı güçüge çok çaplaşmış. Kalı güçüge çok çaplaşmasmış. Tezirek çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Kalı güçüge çok çaplaşmışmış. Hadi. Kalı güçüge çok. Tamam. Tıkı. Yanıldı.
Kalı gücüge çok Hadi hadi yıl. Nəhayət ini qoldu ya. Yanılan bizniki toxtununki tılır avan kem. Tuturup koydu ya. Endi ikinci kutusunu. Əmsə. Bir qitim bulam ha. Əmsə biz müsabiqimizni ham ishadi ayaqlashtirdi. To'xtaya davomli tirsit to'xtanan tili nəhayət ravan kem. Ey, kim bo'ldi yana? Yana bir bildik aka. Buni misra qilmaydi. Shu qutiyani asli yana bir quti, yana bir chiqaydi. Men o'ynaymiz lan. Bo'pti, ma eng oxirgi qitim bo'lsin. Men bek ushlab ketdim men. Üçüncü qitim. Bir qitim ha. Bir qitim. Alamana. Tutalım. Amsa bir qitim sal asaraq da paqalaqani uftalamda uftanmamda ha. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Nayt asar ham abi. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Ashlasangza. Ashlas. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. Ha. Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq bilan Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan oq mahmal ko'k mahmal Ahmak Beijingdan kelgan ahmak Beijingdan kelgan ahmak to'xta. Men oldingi ikki qitimda mesela xatolashib qolibman. Asli bu qutiyadek bundan iso soda suyini mushu uftoga odamga berish kerak-da. Men tag'anga beribman. Bu uftamay ekan, bo'lmay ekan. Sen Beijingdan kelgan ahmak paypoq. Amsa menga buni davomlashtirib yuray. Agar sizmi ekran oldidagi ko'rmaysizmi bizniki mushu musobaqamizga qatnashib boqmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizga sizmi bir quta qutiyarni elib, o'zingizga video tortib, Beijingdan kelgan oq mahmal paypoq, Qashqardan kelgan ko'k mahmal paypoq. qo'lingizga bir quta qutiyarning sodasini olgandan keyin sizmi biz demagan va yoki biz deb o'tgan mushundaq til ko'ndirish mashqlarini ravon holatda 3 qitim tez suratda deb bizniki mush obrazlarning ichidan mayli to'xti bo'lsin, Asad bo'lsin, Sodiq bo'lsin, Shuhrat bo'lsin, o'zingiz xohlagan bir odamniki ismini atab turib, o'zingiz video tortib evasangiz bizning salonga, andan keyin bizmi filmning oxirida sizniki mushu jaminan qilishingizni qarta, bizmi siz degan shu til ko'ndirish mashqini video tortib sizga yo'llaymiz. Mana. Ya qanday olib paypoqni? Azizlarni o'rnalab kechib keldim. Kimsizlarni ko'rib turalayman. Biz gap sababi ham tutdi. Bizlarni bu gapimizni saqlashga bek muhimman falan. Sizlar qo'may Bir çivin kırığı hep çıkız alma. Nasıl bu yak uçudu aşağıda. Çivindi mıskır. Bir can çıkamadı peksek. Yaktı. Filmimizning oldin qismlarini yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM appitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eronbaq saloni, Bog'chavan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Manshama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchibiz saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirza saloni va Nur to'riqmi rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.